Do'stlar, bugungi mavzumiz EKGni lentasini o'qish, EKGni tahlil qilish haqida bo'ladi. EKG qog'ozini olgandan keyin birinchi nima ish qilasiz? O'shani ko'rib chiqamiz. Demak, EKGni birinchi tahlil qilamiz. ACG analysis, ya'ni EKG tahlil qilamiz. Barcha yozuvlar ko'rib chiqiladi. All recordings are reviewed. Barcha yozuvlar ko'rib chiqiladi. All recordings are reviewed. Yurak ritmi tahlil qilinadi. Heart rhythm is analyzed. Yurak urish soni aniqlanadi. Heart rate is determined. Yurak urish soni aniqlanadi. Heart rate is determined, ya'ni bu puls deyiladi, ya'ni yurak urish soni. Yurak elektr o'qi aniqlanadi. The electrical axis of the heart is determined. The electrical axis of the heart is determined. Yurak pozitsiyasi aniqlanadi. The position of the heart is determined. Gorizontal holatdami yoki ventrikal holatdami, mana shunaqa narsalar aniqlanadi. Yurak pozitsiyasi aniqlanadi. The position of the heart is determined. Keyingi ishimiz PQRT tishchalar tahlil qilinadi. PQRT waves are analyzed. Ya'ni tishchalarni barchalari tahlil qilinadi. Keyingisi PQ hamda QT intervallar tahlil qilinadi. PQ and QT intervals are analyzed. Xo'p, QRS kompleksi va ST segment tahlil qilinadi. The QRS complex and ST segment are analyzed.